Nechun bu testlarni yirtib bilasizlarmi? Ba'zi ishida olgan testlarimiz hech narsani hal etmaydi bu. Hech narsani hal etmaydi bu narsa. Bu ina shu oddiy qog'oz bu ina. B, S yozgan oddiy qog'oz bu. Sizlarning ertang imtihonlaringizdagi natijalaringiz hammasi hal etadi. Ertang imtihoningda zo'r natija ko'rsatchakmisa, sana bir narsani aytaman. Opang azon bilan opang turuzdan, opang fotyasini ol deydi-ku bizning tilimizda. Duosini olib, yaxshi niyatda ketinglar. Bu hozir men sizlarga buni tekshirib, 1.18, 1.25, 1.30, 1.40 desam, ertang sizlarni kayfiyatlaringizni tushirib beraman. Motivatsiya berishim kerak men sizlarga iloji boricha. Bir narsa bor-da. Bu hayotda har kim o'zini niyatiga yarasha, harakatiga yarasha oladi, to'g'ri. Lekin Xudoyim shu bir kunda shu bolaga shunday deb rizq nasiba berib qo'yadi. Balkim hech narsani bilmay turib imtihonda zo'r natija ko'rsatib qo'yishi mumkin. Sizlarning bir kun oldingi imtihondan ko'rsatgan natijalaringiz hech narsani hal etmaydi. Sizlar hammang 30 da 30 ishak qo'ysizlar. Sababini bilasizlarmi? Sizlar hammang 30 da 30 ishak qo'ygansiz. Bir dona sababi bor. Bulan bo'lsa sizlar oxirgacha shu darajada azob bo'lsam shu yerlarga yetib tursizlar bilasizlar.